Yılının 7 sentyabrından 14 sentyabrına kadar varlığı 69 haber tırkıldı. Şular arasında bir cinayet işi qo'zg'atildi. 158 statya bo'yicha kishi mulkat nurlag'ini uchun 3 jinoyat ishi bu masala davomida Valiyevlar garajından belgisiz zotlar tundiririldi. Aktanışda kvartirada yurtda yashovchi Mitrofanov belgisiz zot telefon urdi. Aktanışda yashovchi Garipovning belgisiz zot vanna bochka ham boshqa metallon va yaroqli temir ebrlarni vardı. Şulay 119 statya bo'yicha o'ttiruv bilan yonag'ani uchun bir jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu Qushog'ida yashovchi Vazitnov Ismoil Obisa Shakirovga qarata o'ttiruv so'zlar yonadi. Administrativ prosedura kelganda bарлыгы 22 bir ketma tuzildi. 26 bir statya koronavirus bo'yicha saqlash choralari ko'rilgani uchun 12 protokol, 20-21 jamoat o'rnida isiriq holda 2 protokol, 535 balig bo'lmaganlarni tarbiyaloo bo'yicha quruvchilarni o'tamoq 4 protokol bo'ldi. 6'nın biri suv 7 protokol, 19'nın 24'te administrativ nazor 17 protokol, tam 7'nin 27'si kişi mülkatine ziyan getirgen için 71 protokol oldu. GİBD'de işlemlerine kelgende atma devamında 10 yıl faaliyet tırkaldı. Şuların birisinde kişi ten jarohat aldı. Bu trassada müddeti. %6 yol transport hareketini uçurağı tırkaldı. Şuların ikisi spirtli içimlik kullanılan halde transport bilen idare etişlerine karata. Şulay politsiya hizmetkarları tarafından 3 gün devamında varlık 46 saylov uchastkasida jamoat tartibi saqlanildi. Hareketler bulmadı. Rahmat.